Hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari, sizlar uchun meta Zuhriddin Avto akam oldilar ekanmiz. Polni mashinalarning hozir narxlari bilan yeni obzor qilib beramiz. Hoji aka, bu qanaqa ma'lumoti? 93-yil kraska bo'lgan, puli $1300. 1300 dollar. $1300. Rostdan. Rostdan. Bitta aylantirib video qilmasin. Balonlarni oling, yangi balonlari yangi qo'yildi. Balonlari yangi, ichlari ham yaxshi ekan. Mashina hali qulub aka otishmabdi, lekin mashina tiniq holatda bo'lib turibdi. Daverni chiqadimi ish qilib? Chiqadi. Daverni chiqadi. Buni ma'lumoti qanaqa? Bu 2008-yil, bunda ham kraskasi bor atbatlarda, puli $2600. 2600 dollar. 2600 dollar. Balonlari ham yangi ekan. Dokument bunda daverni chiqadi. Chiqadi. Hammasi behijolat, xollasa generalniy qilinadi, xollasa o'tkazib olinadi. Natarda pul sanaladi. Bu 2012-yil atbatda kraskasi bor, $2450. 2012 deysiz? 2012. Voy, ichlari ham yaxshi, spagrollar qo'yilgan ekan. Ozgina kosmetika qilsa bo'ldi ekan buni ham. Jicha mehr ko'rsatib beradi, xudo xolasa yaxshi narsa. Zo, bu o'zim mashina. Bu legenda. Ha, bu-chi, bu qanaqa bu? 2018-yil. 2018. Kraskasi bitta qanoti bilan eshigiga jicha o'tib qolgan, asosiy bitta qanotida. Aha. O'zimning nomimda xolasa generalniy qilib beramiz, xolasa o'tkazamiz. Farqi yo'q, notarsda pul sanashaveradi. 2018-yil puli $5900. 5900. Dokument bo'ladi bunda. Muammo yo'q. Mashina qanotda kraskasi bor, ha? Ha, ash qanotida. Mashina mexanika, motorlari yo'qmaydi. Yo'q. Mashina zo'r holatda bo'lib turibdi lekin. Metan bu? Metan. Lasetti-chi? Bu 2009-yil, bir 30-40% kraskasi bor. Aha. Propan, tabletka propan qo'yilgan. Puli $3900. 3900. Shu o'rda motorlari yo'qmaydi. Yo'q. Davomga qilmaydi, lekin ozmas, ali. Yog'dan yoqqacha ozgina rasot qiladi xolos. Assalomu alaykum. Diskasi ajoyib ekanmi? Ha, hozirgi legenda bo'lib turgan diskalar bor-ku. Ya'ni kuyov bolalar qichqirib qolsaydigan shunaqa diska. Bu-chi? Bu 2012-yil $4350 qilib beramiz. 2012. $4350. $4350. Motori qanaqa buni? 1.8. 1.8. Bu ham davomga qilinmaydi, lekin ozmoz yo'q yeydi. Yog'dan yoqqacha ozgina rasot qiladi. Gaz hisobiga. Bu metan bu? Ha, bu metan. Metan. Bu chiroyli chexol polilar qilingan ekan bu. Qorabay. Hop, 2022 Amerikan opturasi bor, tonirovka ruxsati bor, tonirovkaga yumshoq balonlar qo'yilgan. Malibu rol qo'yilgan, Malibu bar qo'yilgan, elegantidan o'zi. Xo'p, barda hamma yo'q ishlaydimi? Hamma yo'q ishlaydi. Besprovat nazoratnilari ishlaydi. Sidinalar, sidondan, hamma yo'g'i ishlaydiganidan. Xo'p, metan propan. Propan. Narxi nechi pul buni? Narxi ham $12750. $12750. Kraskasi top toza, chizig'i ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Juda ham tiniq holatda. Nomeringizni aytib keting sho'rada. 91-679-235. Xo'p, Spark qanaqa? Xo'p, Spark 2022-yil 35,000 yurgan. Bu yangi ekan-da. Yangi mashina, avtomat. Xolasa generalniy qilib beramiz, xolasa оформление qilamiz, farqi yo'q. Yumshoq balonlar qo'yilgan, chexol poli qilingan, chiroyli holatda. Puli $9,500. 9,5. Metan, propan yo'q, benzindami? Benzinda. O tishlari ham yangi endi chiqibdi tishi. Tishi endi chiqdi. Xo'p, bu-chi? Xo'p, bu 2013-yil. Hali taksavat qilaman deyotganlarga juda ham tayyor narsa, chiroyli. Puli $3900. 3900. Yili necha dedingiz? 2013 yangi motor. 2013 yangi motor. Ozgina endi o'zi uchun asot qo'yarkan. Bu qator o'sha to'rtta balon qo'yib chiroyli qilib olsa bo'laveradi. Mana xo'p, bunisi 2016-yil 3-pozitsiyada injektor metani bor, kraska bo'lgan, yumshoq balonlar qo'yilgan. Motor yaxshi yo'qmaydi. Motor yo'qmaydi. 3-pozitsiyasidan hali rollargacha tushib chiqadigan monitor qo'yilgan. Chexol poli qilingan. Xo'p, narxi buni? Narxi ham $5300. $5300. Dokumenti-chi? Dokumentda muammosi yo'q. Hamma mana shu turgan mashinalarda hammasi dokumentda muammosi yo'q. Notarsda pul sanashadi. Notarsda pul sanashaveradi. Xo'p. Bu 96-yil Son Scrambler lüks beskandisani. Puli $1,500. $1,500.
Xo'p, buni ham dokumenti bo'laveradi. Dokumenti bo'laveradi, muammo yo'q. Qanaqa dokument desa qilib berilaveradi. Balonlari ham yaxshi holatda ekan. Bu metan-a bu? Bu metan. Ichki holatlari ham yaxshi ekan buni. Buni ham nomidagi odamdan olganmiz. Aha. Qanaqa dokument bo'lsa qilib berilaveradi, bexijolat. Bu-chi? Bu ham bitta legenda. Skuterni olaman deyotganlarga, skuterni o'rniga shuni olishsa, issiqqina maza qilib minib yurishadi. Narxi necha pul buni? Narxi $800. $800 ga. $800 Yili nechi buni? Bu 2000-yil. Yo, 2000-yil. Yuradi o'zi. Yuradi. Motorlari yo'q emaydi. Motor yo'ydi, ozmoz. Unaqa ozgina rasxod qilsa, ozgina rasxod qilib, tayyor bitta ro'zg'or tinchitaveradi, ham boshqa bo'ladi. Bemalol bitta ro'zg'or terataveradi. Zo'r. $800 skuter olishyapti. Ash 04 dan mashinadan gapirib ko'raylik endi. 02. Yo, 02 mi bu? 77-yilida. Yurib turgan holati yaxshi. Pulini mahallada bolalar kiydi, 1,5 mingga sotib bering deydi, qo'yib qo'ydik. 1,5 millionmi? $1,5 ming. Bizda so'm gaplashilmaydi. 77-yil ekanda bu o'zi, ya'ni bu o'zi metalonga 2,5 millionga olishyapti. Yana emas, undan keyingi yilga. 2 ming olishadi, 1,5 mingga. Zo'r. Undan buni olgan yaxshi emasmi? Yo'q, zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, xolasalaring 1,5 mingga Nexia 1, xolasalaring 02. Men unga qiziqdim-da, uni 21 Bu retro. Qanaqa bu? Retro. Qanaqa bu retro? 63-yil. Hozirgi oxirgi so'nggi model. So'nggi model. Hali g'irt bosh og'riq deyapti-yu. Ana. Puli ko'p akalarga. Olib, qiziqadiganlar bo'lsa, olib mana. Suvaylari butun, yaxshi holatda egalaridan olganmiz. Qolgan dokumentlarni qilib berishaveradi. Puli ham qiziq, 7 millionga berib yuboramiz. Metallonning narxida. Eshik yopilishini qani? GM'ning mashinalari ham bunaqa yopilmaydi, gelik. Mo, qarang yopilishini. Buni ham dokumenti bo'laveradi. Dokumenti bo'laveradi. Bizinda bu. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pulini ham 6 millionga berib yuboramiz. 6 million so'mga. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun bo'ldi. Like bosib, bizga obuna bo'lib kuzatib turasizlar. Bundan ham arzon mashinalarni qo'yib beramiz inshaalloh.